Vücudumga akıl berip, meni candan aziz bilip, meni bekip östürgen ana. Müşakkatga bulup kalkan, bana şadlık ata kılgan, baxt tilep arzu kılgan ata. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, doğruyu görsetken ata-anam. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, doğruyu görsetken ata-anam. Bana gülgen üzülmesin, gülüp turgan nurlu çekrenden, ata kadın dökülmesin, mağay mengü senin izinden. Bana gülgen üzülmesin, gülüp turgan nurlu çekrenden, ata kadın dökülmesin, mağay izinden. Ata kadın tükürmesin, bana izin. Usri sizni Baxt manzili filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Konular farzand ömrünün davamı deptiken. Albatta, her bir öyde o'xshamagan xapchiliklar bo'ladi ekan. Bu mu turmushning qizig'i emasmi? Qaysar ko'p qitim igilik tiklab, mag'lub bo'lib, barliq pullarini hatto uyini yo'q qildi. Ayolimi oxir uning bilan ajrashib ketdi. Apa? Apa? Sen keldingmi? Ben geldim. Qaysar ajrashgandan keyin bir necha qur kiyim bilan juftaqlarni ko'tarib uyga qaytib keldi. Rejissor bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Agar qamlashmay qolsa, bu kun ishni olmaymiz. Bugun mushayt bo'lsin. Chapajaytdan rejissor. Chapajaytdan. Maslariyani ko'rdingizmi? Bu nimacha tayin yo'q deyman. Bu men rol olgan aqtimli televizor teatri. Mening buna to'r filmlarga chiqroq chiqim bor. Kinolarga chiqroq chiqim bor. Biroq to'r filmdan kinolar sizni izdimsa, Unda siz shirkatga berib qo'l ko'tarmamda. Bu til sizni qilganingiz ku. Men berib qo'ymayman. ma'qul. Amis mana 3 kun yaxshi aram elib, kayfiyatingiz tanishing. İçim hep sıkıldı ya. Bo'ldi, ishtim shu. Canım, aldırışma. Ha, sal aldırışıp kaldım. Ben nasıl bu artistning filmini suratga olib qo'ygan bir necha kun aram olganmiz. Siz-chu komandировкаdan qachon qaytib kelgansiz? Yana bir mezgil turib qilishim mumkin. Qachon qayta olganimda qiyin emas.
Yaqindan buyon komandirovka g'ayjab uzun chiqadigan bo'lib ketdingiz. Men Amra bulgan vaqtingiz chiqmadi. Shu emas bu. Yaqinda bu pek aldirash bo'lib ketdi. Qo'lim ishlatgan soatni qayta olayman. Siz nima qilyapsiz? Do'stimning uyiga bordim, tomoq yegilim. Bayadash. Aldım. Mana hazır kirma. Taqilg'ash. O'xshashli mening eng amroq bo'lgan ikkinchi qizim Mahira erining talog'i qarab qolganligini ko'rib qelib, qat'iy niyatga kelib, ajrashishni qaror qildi. Apa, men qaytib keldim. Qizim Mayra-mo yuktoqlarini so'rabla, ko'zlariga liqqida yoshni elib, ajrashib uyga qaytib keldi. Men o'ylab qoldim, ajrashishmi shundoq oqa-oqidim bo'lamdi. Farzandlar nimishqa mangu ota-onalarning qalbini tushunmaydigandi. Biroq mening faxrlangidek ishlarim bor. Aksinglarga o'xshamaydigan mening faxrli qizim Rana. U bir doktorxonaning doktori. Albatta, ko'z-ko'z qilg'idek hech ish yo'q. Faqat xizmati muqim, kasbiga pishiq. Mening yana bir qizim bor texi. Onun ismi Nadira, u pat yaqinda to'y qiladi. Bumi mening farzandlarimning tarbiyasidagi muvaffaqiyat hisoblandigandi. Apa, men do'konga kirib baqaylik. Yaxshimisiz, aşk-maşq quloqlash kiyim sotib olmoqchimisiz? Ha, singlim to'y qilmoqchi, singlimga bir urish sotib olay deb. Men o'zim bir qitim to'y qilib ajrashib bo'lgan. Mush bo'lib qolgandek, mushning men qizvonligidan bir to'y, o'g'ilvonligidan bir to'y izlab beraman. Bo'lib, saqlab turing. Ajrashgan degan davron qildigan ishma, nima hammadam deb yursa. Unda olsun nima bo'pti? Bir qitim to'y qilib ajrashgan degan to'y qilib ajrashdim deyman-da. U bir nomus qildigan ishimsa, ya normal ish-ku. Normal? Nimasi normal? Xijolanmaydigan. Apa, hozir qadamlarning ko'z qarashida vaqt o'zgaraylik. To'y qilishmi, baxtli bo'lish uchun ajrashishmi shu. Bu shikadan pul o'tib azob chekkandan bir odam xo'shal xo'ram yashagan yaxshi emasmi? Mening bu burunqi yo'ldishim tishi qarab qolsa, boshqa bir ayol kishini yaxshi ko'rib qolgan tursa, ajaba men ko'rib turib ko'miganga silib o'tamdimmi? Og'zingni yum. Sizlar uchun normal bo'lgan bilan biz uchun nomus. Qo'lim qo'shlarni og'ziga chiqib qolsak, mening tarbiyamdan ko'mamdi. Endi singlimni to'yda hammadan deb juramsa, jim jur. Ma'qul bildim, apa. Lekin bu singlimning eri qarsam bu xizmati shunday yaxshiki, ma'muriy xodimga texi. Bir oyda qancha pul topalar, qarsam shunda amroqkansan, shunda ko'ngil bilib tex to'y qilmay turiblam Xudonga, eli uni yeydigan, eli buni yeydigan narsalarni olib berib. Nima jo'luysan? Men haqda nima tomoq qilma? Shundamu ya, men xato tushunyaptiman-da, men tex seni biror narsalarni tomoq qilganmikin debdimi? Ma singlimning to'yining tayyorlig'ini qilib yursak, bir telefon urib qo'ymaydi. Sen telefon keldimi? Yo, qilmabdi. Nadire, murojaatni tushish etyapti. Nadira. 这是下午的，赶紧弄完。
İşte bu. Ya, otur. Ya otur. 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 Bak charchab ketibsiz-da. Yo'q. O'g'il shu. Necha kundan keyin to'y qilsiz emasmi? To'g'ri tushunishga bo'ldi, ichidagi ishlar. Ya bo'lmasa sizga bir necha kun ruxsat beraymi ya? Yo'q, Ha? bo'ldi boshliq. Ya, bundaq deb ketma. Men bunda odimiyligi yo'q, g'araz uqmaydigan boshliq emas. Yo'q, bo'ldi, yo'q. Yaqindan beri bak o'riqlab ketibsiz. Sizni bak ko'p xizmat silab, yomon japada qo'yibdim-a. Xafamang, ha? Yo'q, boshliq emas mening xatoliqim. Xizmatlarimda chiq tursa, men yana to'y qilma deb. Emas mening xatoliqim. To'y qilaveram. Bu xizmatning ishlari kichik ishlar bu. Bu shirkatning ishlari muncha cho'ng ishlar emas. Sizlardek praktikantlarning ishi muhim. Ha? To'yingizga men bormasligim mumkin. O kun balki oldirashib ketishim mumkin. O'tirib uxlang. Kechiring boshliq. Men cho'qim yaxshi tirishib ishlayman. 3 nomerli karatga bemorning to'g'risini siz almashtiryapsizmi? Ha. Nimaga buncha xafalaysiz? Urushga kelgandeklar qilsiz-ku. Siz kimdan so'rab almashtirasiz? Almashtirish to'g'ri kelganda men o'zim almashtirman. Unimi ko'rinarlik ham kapolat ega. Nima ish almashtirmaysiz? Lekin bahosi qimmat. Siz bilmamsiz bemorning oyshiratning yaxshi emasligini. Bilaman. U degan ular o'zlari hal qilish tegishli ishlar. Sizning mas'uliyatingiz kasalni yaxshi ham unumli tez davolash. Bemorni o'zmayni qo'yib bersangiz qanday bo'ldi? Siz meni o'chiryapsizsiz. Asli bu bemorning mas'ul doktor sizdingiz. O'chilish qiziq gap bu. Ne bo'ldi lan? Rana menda so'raqsiz mening bemorimni to'g'risi almashtirib aytibdi. Men faqat burunda ishiltilayotgan dorisiga almashtirib qo'ydim xolos. U dorining unumi ishonchlik ham kapolatga ega. Bu işte albatta bemorga mas'ul doktor mas'ul bo'lish kerak-da. Doktorxonamizmi qoidasi bor qaranglar. Doktor bo'lish sifatimiz bilan albatta qoidaga bo'ysunishimiz kerak-da. Uning ustiga rana. Siz qancha bo'lsangiz-mi doim to'g'ri qaror chiqishingiz natayinda. Bu kasallik tarixini sonliq ma'lumoti. Ko'rib boqamsiz? Har turli sonliq ma'lumot normal. Men ishlatgan dori hech qanday mas'ul yo'qligini isbotlaydi. Agar boshqa dori ishlatmaslik ko'rilsa, oqibatiga bo'la olamsiz? Rana siz nima qilyapsiz? Bu xizmatdoshlar bilan bir tomoq yeyotgancha unda qadam beyaram qilsiz. Sizlar mening sababimni beyaram bo'lyapsizlar? Qarang. Ular undaq emas dedi. Qarang ana, erkin bo'lolmay xijil bo'lib boshqaga berib o'tamoqchi bo'lyapti-da. Sizlar mening sababimni boshqaga berib o'tamoqchimi? Men xizmatdoshlar bilan birga o'tirib tomoq yegan chog'da xizmat to'g'riliq paranglashmasak bo'lmanda. Nimanda qadamchilik qilsiz? Shu. Vallahi o'zingiz yana tomoqni. Aka, qo'sqanni chap açtı ya. Çokamni kalgıç ügrüsülen tam yanligini. Mening tayyor chapigim yo'q. Tomoqdek tomoq kesak bo'ladi. Bir qachi insonni bilib qolsa. Mana isil kalgıç ügrüsülen tam yan tayyor oldu. Ma bo'ldiki, tami oshxona bilan o'xshashga. Qo'sqan zatsa çokamni ham.
Cahilliğinimamda bek cahilnim o. Hey o burunda şundaqo xizmetdaşlarını chatqi qotamdı, qaqmatamdı. Ulan xiyala kirib chiqmaydi. Bek dötdeyim. Hey, ben sizlerle bir gap bireye. Hizmetdaşlardan anlasam, o okuvatqa vaqtlarda şunaq kento. Cahillik bilan nam chiqiribdi ke. Uy, oştanma. Ha. Muallimning bir xatoligini bilib olsa, dars til davrdi ke. Bundaq ekan emasmi? Birisining xatoligini bilib olsa, oxirgi deyishdi ke. Darvaqa kichigini tortib boshda ekanda. Ha, shu. Lekin uning kasbchanligi haqiqatan kishini qoyil qildi juma. Bizning doktorxonada oldin qator turdi. Uning bemorlari, xizmatdoshlarimcha shunday e'tirof qildi ekan uni. Hey, o'g'o, shu. Lekin u bek qusurchi. Bizor qilib adamni. Qasdadan otishib digib bilan. Bizor qildi? Kimning gapini deyishyapsizlar? Yaxshi. Biz shu o'zimizdan gapini qilishayotgan. Bu biz qop qashtiradi ya. Qaytib kelishni biladigansizlar. Butun bozordagi do'konlar taqilib ketdi. Amal yo'q, yenib keldingmi deyman. Shundoq qilib bo'pti. Hey, bozorda-chu shundoq yaxshi narsalar chiqqan. Lekin o'sha pulingni xashlab, biroq tugitishga ko'zim qiymay yurkim etishib, yenib keldim. Hey, dadasi, qarana. Men-chu qizimizning to'yida kostyum burulkangizga moslashtirib, bundaq. Shundoq chiroyliq, dongliq, markaliq bir galstuk olib keldim. Siz ko'rdingmi? Rangi bu xeyli bo'ladi-ku. Nimanda qimmat narsa bu? Qaytirib juma buni. Ben mojin yo'la qimmat narsani olamsizlar deyman. Voy, dadasi. Mavucho. Dongliq marka mavu. Bu qizimizning to'yida o'g'andagi kiydigan kostyum burulkanlarni moslashtirib taqib olsam, yarışib ketadi deyman. Hey, xotin. Mening puliga qanchalik go'sh keldigini bilamsizlar? Siz davomli pul buzib yurasizlar. Voy jon. Buni-chu kostyum burulkan moslashtirib taqaydigan gap kunda oladigan narsa emas bu. Vallahi ben taqapaqli dadisilar. Hey, xo'p, qilmaydi xotin. Aram olsam. Nima qilsa demni qilgan ekan. Qo'yay deyman. Bo'ldi qilinglar. Bugun bir xato daryo oldinglarmi deyma. Yaras, men qaytirib yetishni unutib qolmanglar, ha? Eşyada o'tiraverib, eşyani o'yman qilib o'tdinglar. Ya, u yoqqamda ancha-muncha bir yo'tkilib o'tolmaydi ekansizlar, xotin. Chaq-chaq qo'ydim. Aras. Qani beritamsizlar ya? Mani kart bilan birga opamsam qaytirib emas. Shundami deya. Ma'qul, xotin, ma'qul. Hecabim bir qizining to'yida bir glas tutgan nima bo'ladi? Oshxonasining tijorat yaxshi, pensiya maoshi bor. Adam erkin ozoda bir pul xarjligini qo'ymaydi. Kartamni verib ketib. Bilmayman. Elim yaxshi. Ra'no qizim bilan Nadira qizim bo'lib qopti. Mening faxrlarim. Ballarımın bəxtini versin. Uy. Əmənə. Uy, Rana. Mən sizin nə çıxatım dedim, manasınızdan qırım üstənin tepsi qoyuyor da. Müştələr nə çıxatım dəsi oldu. Faqat gəlib anlamaq kes. Vay, onu tutub durğan qırılmağandan keyin aştaq domlab ketgan shu.
qirib olgan bo'lsa bo'lmaydi. Voy, nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Bo'ldilar, sizlar takallashmoqchi bo'ldi. Am sizchu to'xtmay mendan qusur izlaysiz. Yendaq siz men bilan zidlisiz. Zidlisiz? Bu gapni qarang, o'zidan yuqori turadigan boshliqlar deyiladigan gap. Sizning boshliqimi ya? Qiziqqa qilganmi? Siz yana ishlashyapsiz-ku. Yana sizning qaysi bir gapingiz odamning ochig'ini keltirmaydi o. Bir og'iz gap bilan odamning nervisiga tegadigansiz. Bu jihatda qo'y xil talantingiz bor sizning. Acaba sizning bugun qilganingiz to'g'rimi? Ajab qo'lingiz sirtiga egildikan sizni? Ey Rana. Bu xizmat bilan shaxsiy hissiyatni ayirishni bilamsiz. Bu degan qo'l sirtiq egilganlik emas. Men shu boshqa doktorlar o'xshash ko'z qarashda bo'ldim. Bu degan o'zining fikrini normal namoyon qilish. Birinchi siz men bilan o'xshash bir ko'z qarashdingiz. Hozir boshqalarga o'xshash bo'lib qolibsiz. Bo'ldi qiling Rana. Odamni yomon charchitib o'tdingiz. Bu jihatda ish qilib sizning talantingiz bor. Rana, ben iş yapgan tamaqni og'zini yeb qo'ysangiz o'rnimda. Buning har xil puroqlarini to'natib chiqdi ekan. Xizmatni qiling desa, ash tartibga ishlaydiganmish, o'yinga ishlab kelgan chog'da faqat epi yo'qmish xotin. Voy siz uchun doktorxona aqlliq eslizat qiyofat kirib olgan bilan o'ykasiz to'xtamay ko'tildaysiz. Men ko'tildim-da. Deyishlik gapni dedim. Ha, siz desangiz deyishlik gap, men desam qaqshigan bo'lmay shundami? Tazim bir. Bo'ldi qiling, amal yo'q-ku sizga. Masnarayni ko'rib yaqmi? Bak yaxshi. Televiziya teatrlarga chiqmayman degandingiz, lekin Masnarayni haqiqatan yaxshi yozibdi. Bu komediya film emaskan bu. Bu adı o'tirsilki vaqaliklar. Dadisirak kasalga giribdor bo'lgandan keyingi hikoyalar. Buning qatnashish uchun siz 100 tirani imtihon qatnashishingiz kerak. Men qisqa film bilan tor filmlarga chiqaman. Bu shu qisqa film shu. Bo'ldi. Bas salat yana. Atoyda etib chiqdim. Ha. Kesibman. Keyin artistlik yo'li qarab yo'lag'an. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un televiziya teatrlarining surat kelishiga qatnashgan bo'lib, lekin filmdagi ifodasi nachar bo'lganligi uchun tomoshabinlar uni yoqtirmadi. Yaqinda bir tordosh u rol olgan rollarni ratlab chiqib, video yasab, tordashlarning keskin munozarasini yana bir qitim qo'zg'adi. Bir kun shu maydon kirib shumaydigan bo'lsam, tunlib toza. Yusufdan imtihon qachonki? Onashtiraman. Ma'qul. Amis boshda azroq salat yevilar. Anoniki biz ssenariy to'g'riliq kinolarni ko'rib baqandik. Ular almaya payt qilib. Cevapsız oynayayım oldu ya.
kino bek ta'sirli ekan. Dadasi bekli bichar ekan bu. Siz azroqmi ta'sirlanmadingizmi? Siz ta'sirlandingizmi? Buni sal oshirib ishlayaptimi? Sizda hissiyot degan narsa yo'qmi? Biz tortadigan bu filmni dada bola, bir ayol kishilarninki mehr muhabbatiga. To'g'ri. Bu nurg'un hissiyotlarni sundimiz bo'lmaydi bunga. Chin haqiqiy hissiyotlar bo'lmasa, film ish bo'lmaydi. Boshqa ba'zi yuqoroq filmlar qo'ygan shuni ko'raylik. Tazir kirish bo'lamidi? Mabula aka. Siz buni ko'ribmi, azroq ta'sirlanmadingizmi? Sizda hissiyot degan narsa qat'iy yo'q-ku. Bo'lmasa o'lganlaringiz bilan pat-pat ko'rishib baqamdingiz ya. Bir ayol kishilari pat-pat ko'rishib tursa-mu, mehr muhabbatni his qilib bo'ladi. Bugundan boshlab dadangizga kunni bir qitim telefon qiling. Shunda qilganda mehr muhabbatinglarcha ham cho'nqurlashadi. Rol o'ylashingizga foydasi bor. Ma'qul. Men ssenariy ko'ray bo'ldi. Siz qaytib turing. Ammo siz telefon qilishni unutib qolmang, ha? Bo'ldi. Bu rolundaq tez. Haqiqiy turmush kechirmish bo'lish kerak. Lekin dadam bilan kurashmagan uzun yil bo'lgan to'sa.